5 bob. Qumliq safar. Hech bo'lmagandek uxlayotgan Matiyanning chiroyiga qarab, o'zimni gunohkordek his qilib qoldim. Men sabablik uningga biror ish bo'lmasidi deb pek andish qilatdim. Kallamda chegish xiyol. Qanday qilsam bo'ladi? Qumliqqa kiraymi yoki ularning bir taraf qilishiga qarab o'ltiraymi? Qumliqqa kirsam saq chiqa olaman. To'xta. Kirish kerak. Qumliqqa kirgandan keyin har bir mening deganim hisob. Eliqa olim degini o'lsig'i talib. O'lmagan taqdirdami bir amal qilib o'chimni olalayman. Mening hammadan bak andish qiladiganim Matiyan bilan Eliqa bo'vay. Ularga ziyon yetkazmasili men hozir. Men do'stim uchun bu qog'ishliq ishni qilyapman. Endi do'stim men sababli bir ishga yo'liqsa, shu xiyollarni surayotganimda tuyuqsiz eshikning ichilgan ovozi anglanib, Eliqa xotin bilan Birovnivik yana nachisi kirib keldi. Aramanglar mushinchilik bo'lsa bo'la. Eliqa xotin menga qarab, o'miyib qo'yg'ash shundoq dedi. Qachonlarda tong etib qolganini bilmay qolgan edim. Angacha Matiyanmi cho'chib uyg'onib ketdi. Qandaq? Bir qarorga keldingmi? Nashta qilib biz bilan mang'amsan yoki nashtalig'ingga meshak mantisi yemsan? Ma'qul. Borsam boray. Ammo ikki shartim bor. Shuningga qo'shilsang boraman. Bo'lmasa meshak mantisi yesammi yey. Eliqa qizil ko'z boshlig'ining jasadini tepkilaslar. Sen menga shart qo'yvatamsan, texi? Ma'qul, deb baqqin. O'rinliq bo'lsa qo'shilaman. Bo'lmasa mendan ranjima. Matiya men bilan birga bordi. Eliqa bo'vayga zahmi yetkazmaysan. Ma'qul. Ammo do'ppamga jigdi solaman degichi bo'lishma. U shundoq deginicha tapanchasining uchi bilan engigimni ko'tarib qo'ydi. Menlar tayyorlik qilib yo'lga chiqamiz. Shunda qilib, ular bizning qo'limizdan tutib, ikkinchi qavatdagi hashamatlik bir uyga boshlab kirdi. Uyning ichida 7-8 odam hadab yukdoqlarni yig'ishtiryotgan. Hatto ba'zilarining qurolimi bor. Ali, ular soqchi idorasining odamlar ekan. Nima? Qandoq bilib olding? Qara, ular elib olgan tapanchaga. Bundaq tapancha avtomatlar faqat soqchi idorasidagi xodimlarga beriladi. Lekin ular bunda qutqizish ishlariga aralashmaydi. Uning ustiga qurol elib olibdi. Ay, qaraganda ish boshqacha turamdi nima? Qanday qilamiz? Nim deb kusurlashyapsan? Gapni oz qilinglar. Bu yoqqa kelinglar. O'zinglarga lozimliq yukdoq yemaklarni tanlab elib olinglar. Shunda qilib, biz mo yukdoqimizni yig'ishtirishga kirishib ketdik. Men yemaklik, suni, Matiyan, chidir va boshqa narsalarni ilib oldigan bo'ldik. Yig'ishtirib bo'lgan bo'lsanglar, tez yo'lga chiqaylik. Vaqtimiz qiz, mashina saqlab qoldi. Hammaylar pastga tushdik. Eshikning oldida usti yepilgan ko'zliq mashina turardi. Sizlar ichida o'tiringlar. Bizni qechib ketmasin dedim-u, qag'allar kaynimizdan chiqdi. Eliqa Birovnivikmi chiqib yinimga kelib o'tirdi. Biz nega boramiz Ali? Qumliqning ichkarisiga. Birisini qutqazg'ili boramiz. Nima? Qumliqning ichkarisiga. Siz bular nimishqa bizni tutqun qilmoqda? Bu gaplarni keyin sana deb ber. Qanday qilishni deb beraman. Shunda qilib Matiyaniga ko'zimni qisib qo'ydim. Umi tushanda bo'g'ay gap qilmay o'tirdi. Buni ko'rib eqinglar.
Bu tekshirish atirti yo'qolib ketgan o'rinning koordinati. Eliq xotin har birimizga birdan varaqni tutqazdi. Biz bilan bo'lgan orliqi 170 kilometrdan oshidi. Biz avval heliqi bozorga berib, qumluqning 20 kilometrgacha mashinada boramiz. Qog'iniga piyoda boramiz. Piyoda? Uncha uzun piyoda boruvchi aeroplanda borsaqmi bo'ladi-ku. Hech bo'lmasa mashinada borsaqmi bo'ladi. Piyoda menib qachon yetib boramiz u yerga? Tikuchar aeroplan borgan, ammo hech nima bayqayamay qaytib kelishdi. Uning ustiga u yerning qumbarxonlari bek egizgan. Mashina mang'amog'idek. Sho'nglashqa piyoda mengishni qaror qildik. Sizlarning boshqa fikringlar bormi? Qanchamiz bormiz? Jami 8imiz bormiz. 20 necha odamni qutqazg'ili 8 odam bormizmi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Matiyam hech undamasdan bizning gapimizni tinglab o'ltiradi. Biz avval ularni topamiz. Andin yuqoriga uchir yo'llasak, bizni ep ketgan aeroplan evatidi. Sizlarning boshqa savolinglar bormi? Yo'q, xonacha, yo'q. Ularni topganda aeroplanda o'rin qolmadi deb bizni tashlab qo'ymasanglar bo'ladi-ku. Buni seni emas. Ifodanglar yaxshi bo'lsa, balkim cho'ngroq aeroplan evatib qolamdi dexe. Taxminan 20 minutlardan keyin Eliqi bozorga yetib keldik. Mashindan tushishga tamshadik. Esinglarda bo'lsin, hech kimga chandurmanglar. Bizning ishimizni hukumat bilmaydi. Biz bu yerga sayohat qilg'ili keldik. Eliq xotinning zardi bilan qilgan ovozi anglandi. Hey, adash. Ha? Bu xotin kim hamdi? Hammasi shuning gapini olaydigan, ha? Menmi tunimayman. Qaraganda bu xotin ularning boshlig'ida qiladi uchun. Shundoq degach, eg'ir so'mkimizni yudib, bozorning oyig'iga qarab yurib ketdik. Hamma bizga hayronlik bilan qarab qilishgan edi. Qaraganda bizni sayohatchi deb qolgan bo'lsa kerak. Menib ketib etib, ko'zim do'qmushda tavus setib turgan bir bolaga tushib qoldi. To'g'ri. Necha yuz ko'p pulga meni setayotgan harami. Men burilib shu tarafga maqdim. To'yiqsiz oldimni Eliqi Bronovik to'rib oldi. O'zimning texchi ularning qo'lida ekanligimni esimga ilib, xap deb yo'limga mengishga majbur bo'ldim. Ala hazal 5 minutlar mangandan keyin Eliqi qaytiq sotadigan yoymichining yeniga kelib qolganimni to'ymay qopdiman. Eliqi qaytiqchi meni ko'rib hayron qoldi bo'g'ay. Og'zi ichilib ketdi. Kasila ufkom, kasila. Allah. Hajab mansiratlar juma. Saqchiqindan chiqmaga o'xshamamlar. Tish bo'pti juma, tish bo'pti. Kasila qaytiqdan birini qo'yay. Fusuga yerlarga bordi. Qani, isla? Uning og'zi besiqmay so'zlab ketdi. Qaraganda meni saqchi tutib ketdi deb o'ylab qolgan bo'lsa kerak. Qonimni ikkini qirib qo'ydim. Uningga tikilib qarab. Umi maqsadimni tushundi bo'g'ay. Yenimdagilarga birar qo'r sinchilab qarayapti. Mayli. Keyinchi ichib ketalamsa. O shundoq degunicha shappida o'rinda o'ltirib oldi. Kaynimga o'rilib, Eliqi daraxtning ostiga qaradi. Eliqi bovoy menga tikilib turgan ekan. Men uning bilan ko'rishib kelay. Sizlar saqlab turinglar. Eliqi Bronovik yana oldimni to'sdi. Bo'pti, berib kelsin. Ammo heli shiltiman desang, mo'no do'stingni mushiyada joylab etaman. Uningga olib qarayotgandan keyin javob qaytarmayla ittirib etib, yo'lning qarshisiga maqdi. Bovoyning yeniga berishimga uni o'rnidan turib, ko'zimga tikilib qaradi. Men nima deyishimni bilolmay turib qoldim. Ay, u yerga bormasliging kerak deb bola. Bovoyning ovozi titrab chiqyapti. Mening ixtiyorim emas bova.
Qarsla. Bo'ynimda sirtmoq bor. Bormasam o'lginim shu. Baksana ölgünün şoğu. Sana mı bir xatar yetib qolarmikan deyman. Xotirjam bo'ling. Cho'qim qaytib kela olayman. U xuddi mendan ayrilg'usi kelmagandek menga tikilib turibdi. Mayli balam. O'zingni obdan asra. Cho'qim diqqat qil. Ma'qul. Men shundoq deb keynimga burilib mengishimga u meni yana tovladi. To'xta balam. Buni elib olgan. U qo'lidagi heliqi o'zikni chiqarib menga tangladi. Bu sizga mansub narsa. Yutirib qo'ysam sizga yuz kelmayman. Ana, taqib ol. Bu seni hem xatardan saqlaydi. Esanda bo'lsin, buni menga cho'qim qaytirib akapma. Rahmat. Cho'qim sizga qaytirib akab berman. Ma'qul emisan? Shundoq deb uzukni barmog'imga taqib kaynimga yotdim. Aras. Ismlarini so'rashni unutib qoptiman. Aras. İsmimni menmi sağa deyishni unutib qoptiman. İsmim Sedak. Ma'qul Sidiq buva. O'zlarini asırsılar. Bozorni kesib o'tib, mahalning oyig'iga o'tdik. Bu yerda ikki dala mashinasi bizni saqlab turgan ekan. Qaraganda bular xeyli tayyorlik qildi. Taxminan 3 soat mangandan keyin mashina to'xtadi. Egis pas qum barxanlarda choy qilib, suvitay deb qolgan edi. Matyanmo ko'ngli elishib, ikki qitim yondirib bo'lgan edi. Shunla, endi piyoda mangimiz. Eliqi xotin mashina shofirlariga bir nimalarni so'zlagandan keyin ikki mashina kayniga qarab ketib qilishdi. Ohoy, ma'qumni. Nadin kelgan qumdi bu? Qum barxanlari haqiqatan egiz bo'lib, mashina chiqish mumkin emas edi. Shunda qilib, bizning qumliqdagi safarimiz rasmiy boshlangan bo'ldi. To'mirdagi qonni qayintibatgidek issiq. Akşami candan o'tkidek soğuk odamni to'limi biyorib qiladi. Mana bugun qo'limizdagi xarita bilan kompasga qarab mang'ili 5 kun bo'ldi. To'rt atrofda qumdan bo'lak narsa ko'rinmaydi. Sidiq buvay 18 kunda borgan bo'lsa, bizga yana 10 kundan ortiq vaqt bor degan. Uning ustiga ovu sarangni topqili bo'lamdi texi. Ali, Burilib kaynimga qaradi. Eliqi xotin 15 metr chikiladigan qum barxinining tuvanki tarafida ko'milib turgan bir narsani ko'rsatdi. Men pastga serilib tushib, eliqi narsaning yiniga maqdim. Tuz xaltisi. Uning og'zi kichik teshilgan, ancha ko'nirab ketmagan. Ishlab chiqarilgan vaqtiga qarsam, amdili bir oy bo'lgan ekan. Demak, ular bu yerdan o'tibdi. Mangan yo'linishimiz to'g'ri ekan. nima ekan? Tuz xaltisi kel. Tuzni ishiltib bo'pti. Tuz xaltisi? Tuzni nimaga ishiltidi? Tuz odamga mag'dur kirgizdi. Odam bek tarlab ketganda yoki holsizlanib ketganda tuz iste'mol qilsa, xeyli yaxshi bo'lib qoladi. Dedi Matyan. Uning gapini anglab, hammamiz tushungandek beshimizda langishdik. Qan, qaraganda boshlig'ingiz bulamay qopdimi nima? Necha kun menga mangmayla bir xalta tuzni yapibdi. U yagi bog'icha uchi uzilib ketmas, ha? Uchi uzilib ketsa, o'likini bo'lsa-mu ep ketimiz. Bo'lmasa, uning o'rniga sening o'likingni ep ketimiz. Mengla. Mana bugun to'xtamay mang'ili 8-kun. Kashkirgacha yer putqolda jon qolmagan edi. Kashkirishi bilan hammaylan chidirlarimizni tikib, kashlik tomog'imizni yeb, aran deganda chidirimizga kirib yetib oldik. Matyanning holimi menikidan qilishmaydi. Ammo nima degan bilan harbiylik chiniqqan odamga ancha eg'ir kambaganda qiladi. Yerim kechida tartim qistab sirtqa chiqmoqchi bo'lib, chidirning og'zini ichib, endi beshimni chiqarishimga tapanchining uchi
o'ng chekamga tiraldi. O'lgir. Bular kecha-kecha bizni kuzatib yetibdimi nima? Qachonmidan? Undaq oson ish yo'q. Ketgan bo'lsa-mu, ikki qo'lingni burningga tuqqizib ketkizayman. Hech nimani ap ketaman-dimi? Ha? Endi qochmayman deb chidirning ichiga chiqirbasan bo'lamdi. Amiz ovyek berib chiqa. U shundoq degunicha tapancha bilan oldi tarafni ko'rsatdi. Oldimizdagi kichik barxandan pastga tushdim. Umi kaynimdan agishib tushdi. Qanim, men unda bezanglikni ko'rmagan. Xapama ketib turamsiz. Gapimning oyig'i chiqmayla uning kaynidan ilg'i birovni bekkaldi. Qaraganda bularmi bo'sh emas ekan. Necha kundan bir qadammi ayrilmay kelyotdi. Bulardan qutulmag'im tasga to'xtaydigan o'xshaydi. Ha. Endi xijil bo'lmasangmi bo'la? Uningga obdan qaranglar. U shundoq deb kayniga burilib ketib qoldi. Chidirga kirsam, Matiyan menga qarab o'tiribdi. Uxlayamidingmi? Yo'q. Anda uxlayman. Ularning dadida hojatga chiqqili bo'lmasa. Ay. Ha, degina. Ularning seni nima uchun bozadi? Nimishqa mush qumliqda cho'gilavermas. Bundoq gap. Men seni turmadan chiqarib olaman deb bir asar atiq sodisi qildigan birsiga 1 yildan o'shiq ishildi. Uningdan jiq narsani o'rgandim. U menga yordamlashib, sening jazo muddatingni qisqartib, turmadan tezroq chiqarmoqchi bo'lgan. Ha, rost. Turmadan chiqishdan necha kun burun turma soqchisi sening jazo muddating 15 yilga tushdi deganda qilgan. Ha, menga shundoq degan. Eliqi olim degan ablag' sana depadim-ku. Meni turmaga solatqizgan odam. Men bularning qo'liga tushib qilishdan necha kun burun u meni xonun o'rinlariga chiqibdi. Nima? Yana nimaga chiqibdi seni? Yana bir ish qilibsan bo'lgansan? Nima deb chaqatdi? Meni asar atiqa atkaschiligi bilan shug'ullandi deb chiqibdi. Rost shundoq qildingmi? U g'azab bilan menga shundoq tikildi. Uning tikilib qarishidan men sal o'ng'aysizlanib qoldim. Shundaqdimi rostini demay amal bo'lmadi. Voy, shu seni demasam po'xpami bu o'likning narsasi bilan tutishib. Bir kun bo'lsa-mu tezroq chiqarib olay dedim shu. Bu gaplarimni anglab, u jimib qoldi. Shu olim degan bir oycha burun qumliqda qadimiy xarobilik bayqabdimish. Tashrish kelgan bo'lib yo'qab ketibdimish. Shuning bilan bular qutqizishni bahona qilib, ikkimizni ipmangmamdi. Undoq bo'lsa, meni nima ish qilib chiqadi? Sen bo'lsanglar bo'lmadimi? Bilmayman. Bir bo'lsa, mening yordam qilmasligimdan ansirdi. Bir bo'lsa, mening u yer to'g'riliq bildiganimni biladi. Nima? Sen u yerga berib boqqanmi? Yo'q. Eliqi bozorda bir qeri bilan ko'rishdim-ku. Shu beribdi ekan. Menga depadi. Qo'limdagi bu uzuknimi shu yerdan ep chiqqan ekan. U yerda nurg'un boylik bor ekan. Meningcha olim u yerga tashrish uchun emas, boylik uchun. Gap shu yerga kelganda sirtdan qurolning batlangan ovozi anglandi. Gapinglar tugidimi? Endi og'zingni yumishmasang, mendan ranjishma. U shundoq deb ketib qoldi. Bir-birimizning ko'ziga ular gapimizni anglabdi degan ma'noda qarab qo'yib yetib olishdik.